Yashnobod tumani mahalla 7-ligi soliq inspektoriman. Menga 6 ta mahalla biriktirilgan. Kelib tushadigan murojaatlarni 7-lik bilan hamkorlikda joyiga chiqilgan holda borib o'rganilib, muammolarni ko'rib chiqib, amaliy yordam ko'rsatamiz. Shaxsan bugun mana oziq-ovqat do'koni, umumiy ovqatlanish, xizmat ko'rsatish, mehmonxona, shunga o'xshash tadbirkorlik subyektlariga kirib, QR-kod, ishchilarni legalizatsiya qilish, kassa apparatlarini ishlash jarayonlari, hisobotlarni o'z vaqtida topshirish, ijara shartnomasi bilan bog'liq bo'lgan muammolarni joyiga chiqib o'rganib, muammolarni hal qilishda amaliy yordam berdi. Shu bilan birgalikda xonadonlarda to'lanishi kerak bo'lgan yer, mol-mulk soliqlarini onlayn to'lov tizimlarini tushunchalarini berdik, o'rganishni o'tkazdik, to'lash tartiblarini tushuntirib, to'lovlarni amalga oshirishda amaliy yordamlar berdi.